Men seni yeyman. Qo'yvar, qo'yvar, iltimos, men qo'yvar. Qo'yvar. Yeyman seni men. Yaxshi, telefonimda zaryadi nimagadir tez tashab ketyapti. Nima bo'lyapti ekan? Menimcha batareyasi eskirganiga shunday qilyaptimikan yo quyoshda kecha qolib ketganiga shunday qilyaptimi bilmadim. Esimdan chiqib qolganda quyoshga qolib ketgan. Ko'chaga chiqib ishlar ko'rish kerak. Mana shu narsa menga vobshe kerak bo'lmayapti. Chunki oyog'im singanda foydalangandim. Oyog'im yaxshi bo'ldi. Endi buni sotib kelaymikan, kimga berib yuboraymikan? Hozir birinchi poliz ekinlarimni ham yig'ishtirishim kerak. Chunki ancha vaqt bo'lib ketdi poliz ekinlarimni yig'ishtirmaganimga. Atak boshqa ishlar, zarur ishlar bor. O'sha zarur ishlarni ko'rish kerak birinchi o'rinda. Mana shu aravachani sotsam qancha ketarkina, yana nima kerak emas narsalarim bor. Kerak emas narsalar hammasini olib borib sotib yuborish kerak. Короче, do'kon bor-ku bizni qishlog'imiz markazida. O'sha do'konchi biratan hamma narsani sotib oladi-da. Bor bunga oddiy qog'oz bersa ham nimadir yasab sotadi. Qalaysan jetel? Hechkam yo'q. Qalaysan desa hech kim yo'q dedi. Kallasida internet yeyishlar ekan shekilli. Mayli, hozir menimcha uni kallasi boshqacha tushundi-yu, men gapini oyda jetel nima qilib o'tiribdi. Mayli, bo'ldi, jiddiylashamiz endi. Kulgili narsalarni iloji boricha unutish kerak edi-yu, atak baribir unutib bo'lmayapti. Yomon kulgili gap gapirib qo'ydi. Qalaysan desam hech kim yo'q. Bo'ldi. Birovni ustidan kulmaslik kerak. Iloji boricha o'zim jiddiy tutishga harakat qilaman. Hozir jiddiy bo'laman. Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Nima bo'lyapti? Bu yerda sotuvchilar buncha ko'p olib ketgan bu yerda. Yo'q, navbatingni kut. Bu yerda sotuv ko'p bo'lyapti. Mana bu aravachani sotishga kelgandim. Yo'q, men olmayman, chunki buni oladigan odam yo'q bizda. Yaxshi, tushunali. Mana ular chiqazaversangiz bo'lmaydimi? Bu yerda qamab o'tirib hammasini. Chiq desam ham o'zi kirib olgan hammasini. Tep haydash kerak-da. Biratan sizdan bo'lmaysiz-da. Nima bo'lmayman? Hayday olmayman, kuchim yetmayapti, axir yordam ber. Hozir men eshik toptashash kerak. Eshik olganingizdan keyin men sig'may qolgan bo'lishi mumkin. Hali ham sig'mayapti. Namuncha semirib ketgansan-la, sig'mayapsan-la. Meni sindirish kerak shekilli. Buni ham olsam agar, bu ham sinsa, keyin bemalol chiqsa kerak. Men qilishlar olib chiqish kerak birinchi o'rinda. Shu hamma narsa polkalarni noto'g'ri qo'yib chiqqansiz, ko'ryapsizmi? Do'kon qurishni bilmas ekansiz. Menga aytgansiz, qurib berardim. Men sinmayapti, lekin nimagadir. Janob, shuni o'zingiz sindira olmaysizmi mabodo? Kuchim yetmaydi-da, sen kuchlisan, sindirib ber. Bo'ldi, sindi. Hayriyat, chiqinglar endi. Sotuvchini oldiga xalaqit qilib o'tiribsanlar bir-biringga ham xalaqit qilib o'tiribsanlar. Daraxt ham kirib qolgan. Qayoqdan kirib qoldi biratan? Ko'chaga kimdir daraxt ekkan ekan, o'sha barglar kirib qolgan. To'g'risini aytsam, bu daraxt men ekkandim. Nima, hali sen qilganmiding? Buni olib tashlash kerak hali. Keyin o'zingiz olib tashlaysiz. Biratan, xullas bu yerda men siz bilan tura olmas ekanman. Baribir sotib olmaysiz, to'g'rimi? Olmayman, men kerak yo'q. Bo'pti, sog' bo'ling, o'zingiz bilan chiqazib oling, qarochi nima qilib bo'lsa ham. Hozir bitta klient topib sotishim kerak. Mana bu joyni hali ham tekislashmabdi-mi? Shuni ham janob ber, menga buyursa kerak, qo'y. Oynasini qo'lim bilan sindiryapman, lekin qo'limni kesib ketsa tabdala. Lekin men qo'limni kesish uchun bu oynalar oynali qilmaydi. Ya'ni kuchsiz oyna bu oynalar. Xo'p, mana oxirgi oyna va tamom. Oyna hech ko'rinmaydi narigi tomon oxirgisi deb o'ylabman. Alo, eshitaman. Jo'q, havola oldim ekan. Kel, o'zi ko'chada edim. Assalomu alaykum janob mer. Davomcha tez kelding. Mana shu yerda turgandim o'zi. Qara, mani qilgan joyni tozalab tasha. O'zi shuni buni qaranglar. Qilib o'tirgan ish unda janob mer menga qaytarib ish qilib buyuradi. O'zi shu ishni qilib o'tirgandim-ku, nima qilayotgandim boshqa. Mana bu jetel olammikan, mana bu nogironlar aravachasini. Jetel, qalaysan? Yaxshi, o'zingga yaxshimisan? Bunisi xayriyat, nima gap demadi. Hech gap yo'q demadi. Mana sotib olmaysanmi shuni? Mayli, olib qolaman hozir. Buningni beraman. Qancha berayin? Bilmadim endi, berganingni ber. Bo'ladi, $50. Chotki o'zi $10 sotaman deb yurgandim. Bo'ldi, $40 foyda. Juda ham chotki. Mana eshigini men o'zim bilan olib yuribman buni. Olib borib do'konchini eshigini berib kelaym. Yo shuni ham sotib yuboraymikin, shu ham ketsa kerak bir $2-3 ga. Mana eshigingni olib ketibman. Ketibdi hamma. Chiqazib bordim bir amallab. Qo'yib ber endi narsalar joyiga. Hozir kutib tur. Lekin buning hali beri sinadiganga o'xshamayapti. Nima sinmas ekan, sinadi. Mana sindi, kuchim yetar ekan. O'zi men kuchim yetmaydi deb o'ylab yurardim-da. Yetadi kuching, nima yetmas ekan? Tezroq qo'y narsalarni joyiga. Mana qo'yib qo'ydim. Eshigingni noto'g'ri qo'yibman. Yerdan ustidan bemalol odam o'tib ketsa bo'ladi. Mana sinmayapti. Shunaqa bo'lib qolgan, baquvvat ekanda bu.
Baquvvat ekan, men qilganman-da, bilyapsanmi? Qayerdan sen qilgan? Sotib olganman men. Shuni men qilganimni sotib olgansan, dabba. Bo'ldi. Ana endi mana bu yerni tekslab olish kerak. U uchun albatta uyimdan borib kirkamni olib kelishim kerak. Qo'limga qanaqadir asbob uskuna bo'lmasa, nima qilay? Tepib turib buzib tashlay olmayman-ku, to'g'rimi? Yoki qo'lim bilan chertib turib tozalab tashlashimda ilojisi yo'q. O'shaning uchun tezroq kelib turib uyimdan kirkamni olsam, mana pulni ham qayergadir olib qo'yish kerak. Pullarimda joyi boshqa joyda edi-ku, hamma keyinroq olib qo'ysam bo'laveradi. Kirka qani edi? Kirka mana kirka oldim. U yerda qanaqadir qattiq blok bor. Bilsanglar agar o'tgan galgi videoda bitta manyak kelib turib bu yerga bunker qazib ichiga labirint qurib, meni asabimni buzib, keyin ichkari kirganimda nima edi? Olmos topdim, oltin topdim, xullas boyib chiqdim. Atak asabimni buzgani foydali bo'ldi. Va eshikni ham sindirib tashlayman-da, joyiga bloklar qo'yib tashlayman. Bu yerda yopish kerak. Shuni o'zi bilan yopsammikan? Bu noto'g'ri qo'yib yuboribman, qaranglar. Qo'limga ari qo'nsin, bor. Doim shunday qiyshiq, nima ish qilsam qiyshiq qilib qo'yaveraman. Mana bloklar kerak, yo'q, eshikni ham kerak, yo'q. Kim olsa baxtini bersin desam, yo'q, buni olib qo'yish kerak. Bu yerda tursa, kimdir yana shunaqa bunker qurib qo'ysa, yana asabim buziladi, yana yer tagiga kirishimga to'g'ri keladi. Bu men sotaman bularni ham. Biratan yana bir ikkita narsa olib keldim, olasizmi? Qani ko'rsatchi. Mana bitta katta eshik, qimmat ketadigan narsa. Mana ikkita blok, qattiq bloklar. Mana Izimrod bo'ladimi? Chotki biratan, zato yo'q joydan shuncha pul keldi. Qo'yil 14 9 ga ko'paytirsak nechta bo'ladi? Qani? X-tak Izimrod nahotki shunday ko'p narsa berib yubordi. Biratan menimcha adashdi-yu, 14 ta Izimrod berdim deb o'yladim deyman. Izimrod blok berib yuboribdi. Mayli, yashirib qo'yish kerak bularni. Bo'yganimni ko'ra olmaydi, lekin birikta JTL o'shaning uchun ko'ra olmasligini hisobga olgan holatda bu pechkadan boshqa joyim yo'q-da yashirib qo'yishga. Tak, qo'yib bo'lmas ekan. Buni qayerga qo'yayin ekan? Mana shu shkafni ichiga solib qo'yam. Yo'q. Bu yerga qurollarim bor, o'shini oldiga tashlab qo'ysam bo'ladi. Mana shu yer turadi. Tak, ana endi nima edi? Telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Jo'xa, birikta daraxt topib ber, daraxt kerak bo'lyapti. Mayli, hozir janob mer. Obbo, qanday daraxt kerak ekan? Janob merga shu vaqtda. Mayli, daraxt bo'lsa daraxtda, janob mer, qanaqa daraxt olib kelay? Oddiy daraxt, qanday daraxt olib kelardik? Qora daraxt olib kelmaysan-ku. To'g'ri, qora daraxt olib kelmayman. Hozir o'rmonga boraman, o'sha yerdan olib kelaman, bo'ladimi? O'rmondan olib kelasan, sut ishdan daraxt olib kelmaysan-ku. To'g'ri, o'zim ham qanaydir g'alati gapirib qo'yibman. Ko'rish siq bo'lyapti, menimcha o'shanga bo'lsa kerak. Sizda ventinator yo'qmi? Yo'q, qayerda olaman ventinatorni? Oling-da, ventinatorizni qo'shib qo'yardingiz, keyin ikkalamiz salqinlardik. Nima, men senga salqinlatgichmanmi? Bor, tezroq daraxt olib kel. Bo'pti, olib kelaman hozir. Obbo, qaysi tomonga borsam ekan? O'rmonga. Bu tomonga borganim ma'qul menimcha, chunki daraxtlarni kesilmagan yap-yangilari bor shu tomonda. Mana JTL qarang, nima qilib o'tiribdi? Doimga o'zini qilgan ishini qilib o'tiribdi. Mayli, u yerda qanaydir g'alati joy bor ekan. Voy JTL, senda tapor yo'qmi? Yo'q, taporim yo'q. Bo'mij ekansan, tapor olish uchun ishlash kerak. Bo'mij. Sen zo'rsan, sendan zo'ri yo'q. Men bo'mijman, o'sha JTLlar menga, tushunmam, berga nima bo'ldi? Kimdir menimcha daraxtlarning tagini tepib ketgan. Yo'q. Bunday tepilmasdi-yu. Tushunmadim. Qanaqasiga daraxtlarning tagi bunaqa bo'lib qoldi? Yo'q, kimdir nimadir qilib ketgan shekilli bu yerni. Lekin nimaga bunaqa qildi ekan? Menimcha o'g'it solish uchun shunaqa qilganmikan yoki hozir uyimdan borib bel kuragim bilan kirkam, qanaqa kirka, taporimni olib kelay. Kirkani ham olib kelsam bo'laveradi, chunki toshli joy chiqib qolsa, kirka bo'lmasa qo'lim bilan qazmayman. Toshda endi qo'l tugul tapor bilan ham qazib bo'lmaydi. O'shaning uchun kirka ham kerak. To'xtanglar-da, daraxt tagi axir qazilgan bo'ladi. O'shaning uchun unaqa kerka-perka borishim shart emas. Hozir birinchi polizimni yig'ishtirib olay, chunki kech bo'lyapti. Janob merga soliqni ham birato'la berib kelaman-da, daraxt olib borib. Xo'p, mana bularni olaman. Nimagadir hosil kam bugun. Balki qaramaganim kammikan. Qarab tursam hosil ko'p bo'lib qoladimikan? Nima deb o'ylaysizlar? Mana shunaqa savollarim bor, sizlarga javob beringlar-chi qani. Sizlarga yana bitta takoy savol bor, va shu qiyin savol. Uni o'zim ham 1 yil o'ylaganman, keyin ikkinchi o'sha 1 yil o'tgandan keyin esimdan chiqib ketgan. O'ylamay qo'yganman keyin. Sizlar ham o'ylaysizlar, keyin javobini topolmaysizlar, esingizdan chiqib ketadi, keyin shu bilan bo'ldi, yo'q deb tasavvur qilaverasizlar. Savolni sizlarga aytadigan bo'lsam, ayta olmayman, chunki aytdim, esimdan chiqib ketgan deb. Esimdan chiqqan narsani qayerdan sizlarga aytishim mumkin? Bo'ldi, eslasam aytaman, lekin hali esimga hali berib kelmasa kerak. Chunki 1 yil oldin bo'lgan narsa-da, 1 yil oldingi narsani qayerdan eslayman? Lekin yoshligimdagi narsalarim esimga. Yoshligimda men suv ichganman. Ko'ryapsizlarmi? Esimda turibdi. Keyin ovqat yeganman, u ham esimda turibdi.
Yana non yeganman. U ham tochni esimda turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Yana bitta asosiy narsa esimda turibdi. Yoshligimda qilganman. Nafas olganman. Mana shu narsa meni esimdan hech chiqmaydigan narsa. Juda zo'r bo'lgan o'sha vaqtda nafas olganman. Mana shu narsalarni hozir eslab turganimda o'zi katta natija, chunki yoshi odamni o'tgandan keyin, qarigandan keyin xotirasi pasayib qolar ekanda, lekin men eslayapman. Bu degani xotiram zo'r degani. O'zi nimalarni o'ylab yurganim esimdan chiqib ketdi, qaranglar. Nima ish qilayotgandim? Esdan chiqib ketdi. Aytgancha bo'ldi. Daraxtlar tagida nimadir bo'lgan ekan. Qurtlar bo'lsa agar daraxtning tagida, o'shalarni otib o'ldirish uchun qurollam oldim. Qurt bosib ketgan bo'lsa agar daraxtlarni ommaviy ravishda daraxtlarni kesishga to'g'ri keladi. Menimcha javnaqangi daraxtlarni tagini qurt bosmagan bo'lsa kerak. Hozir qazib ko'raman birma-bir. Oho, hamma daraxtdagi shunday o'yotibdi. Nimaga bunaqa bo'lgan hayronman. Hozir atrofini olib chiqib, hech narsa qilmagan-ku. Bu yerda tosh bor ekan. Yo'q, hech narsa yo'q-ku bu yerda. Kimdir shunaqa oddiy qilib qazib ketgan, lekin nimaga bunaqa qilgan hayronman. Ostida esa hech narsa yo'q. Tushunmadim. Qanaqasiga bu yerda odamning o'ligimi? Da rostdan ham odamning o'ligi turibdi. Qon qanaqasi kim bu? Qanaqadir qiz bola ekan. O kecha qanaqadir baqir-chaqir ovozlar eshitilayotgandi. Balki o'sha yo'q bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga? Bu yerda ham bu yerda erkak kishi shekilli. Yo'q. Kim qildi ekan bularni? Janob merga aytishim kerak. Nimaga axir kim bunaqa qilib ketdi? Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, bo'lishi mumkin. Nimaga mumkin emas? Axir bo'lgan-ku. Yo'q, kim qildi ekan? Tushunmadim. Balki qanaqadir manyak, yaramas manyak o'sha bor edi-yu. Ana u qishloqni Janob merning uyini oldidagi bunkerning ichidagi yaramas. Tushib ketdim. Tepaga chiqishim kerak tezroq. Tezroq chiqmasam, yaramas qon bor ekan bu yerda. Tezroq kirkamni ham olib kelmaganman buni ustiga. Yaramas. Qo'rqib ketib qanday chiqaman endi tepaga? Yo'q, chiqolmayapman. Buni ham yo'q qilib bo'lmayapti axir. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nimaga bu yo'q olmayapti axir bu qon? Yo'q, qayerdan kelib qoldi bu qon? Savolni qaranglar, qayerdan kelib qoldi? Odam o'lgandan keyin qon bo'ladi bu yerda. Bu yo'q olmayapti-ku, yuvib yo'qotish kerakmi? Ish qilib bo'ldi, mana yo'q oldi. Bir amallab endi tepaga chiqib, yo'q qo'yishim kerak bu yerni. Juda ham qo'rqib ketdim, to'g'risini aytsam. Yaramas. Kim bunaqa qilib ketdi-gina? Menimcha toshni urishgan manyak bo'lsa kerak. Hozir borib Janob merga aytaman, bu yerda ham bor ekan. Bu yerda qanaqadir qora kiyimli bir odam menimcha ovchi bo'lsa kerak. Rostdan ham ovchi. Hamma daraxtning tagida bor ekan. Nahotki hamma daraxtning tagida bittadan o'lik bo'lsa, buncha odam qayerdan kelib qoldi? Yo'q. Hozir rasmga olay, Janob merga ko'rsataman. Xo'p, buni ham rasmga olaman. Bu qiz bola kim ekan? Qanaqadir bilmadim kimga o'xshatganini. Bo'pti, hozir Janob merga ko'rsatayin. Janob mer biladi kimligini va qanaqa chora ko'rishni ham Janob merda o'zi biladi.